Assalomu alaykum Migratsiya O'zbekiston obunachilari va bizni yangidan kuzatib turgan yurtdoshlar va tomoshabinlar. Bugun sizga Angliya mavsumiy ishchi vizasiga ketadigan xarajat va yangiliklarni aytib o'taman. Birinchi o'rinda ketadigan xarajatni aytib o'tadigan bo'lsak, bu $713 tashkil etadi. Buni siz sarlavhada ham ko'rdingiz. Xo'p, $713 tashqari to'lov ham bormi deyishingiz mumkin. Ha, to'lov bor. Bu siz aviachipta sotib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunda aviachiptani narxi o'rtacha $900 tashkil etadi. Bunda sizni Angliyaga ketish xarajatingiz $1650 tashkil etadi. Ya'ni $900 va $713. Xo'p, $713 ga ketadigan xarajatlar siz Angliya mavsumiy ishchi vizasini qo'lga kiritganingizdan so'ng 1 oylik yoki 2 haftalik O'zbekistonda kurs bo'ladi. Mana shu kursda o'qib chiqishingiz kerak. Va vizaga to'lov qilinadi $713 ichida. Kursda o'qib chiqsangiz, kurs ham to'lov asosida bo'ladi. Hujjatlaringizni tarjimasiga to'lov qilinadi va jami to'lov $713 tashkil etadi. Xo'p, nima uchun aviachipta $900? Chunki aviachiptani siz borish va qaytish uchun sotib olasiz. Ya'ni borganingizdan so'ng qachon qaytishingiz ma'lum va chiptangiz qaysi sanada ekanligi aniq va chiptani orasidagi vaqt 6 oyni tashkil etadi. Xo'p, ana endi Angliya yangiliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, Angliyada yangilik bu Angliya 2030-yilgacha viza berishni uzaytirdi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari 2030-yilgacha 1 yilda 2 marotaba Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat topshirishlari va u yerga borib ishlab kelishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, Angliyaga ketish xarajati eslatib o'tdim $1650 va $1700 atrofida bo'ladi. Bundan ortiqcha xarajat ketmaydi, faqatgina siz O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi orqali hujjat topshirsangiz. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun siz Angliya mavsumiy ishchi vizasini olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida rus yoki ingliz tilini bilasizmi? Ism-familiyangiz, yoshingizni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ana endi kerakli narsani aytaman. Albatta mana shu ma'lumotni video kommentariyasida yozib qo'ying, biz sizga javob yozamiz. Ya'ni mana shuncha to'lov ketadi, qabul mana shu oyda va Telegram kanalga obuna bo'ling, chunki biz har doim Angliya mavsumiy ishchi vizasi, Finlandiya mavsumiy ishchi vizasi, Germaniya bo'yicha vizalarni va vakansiyalarni Telegram kanalimiz Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq Telegramda joylab boramiz. Mana shu kanalga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki vakansiya Telegram kanalga joylangandan so'ng faqatgina Telegram kanalga obuna bo'lganlar birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishadi. YouTube ijtimoiy tarmog'ida esa bu mavzu 1 yoki 2 kundan keyin ko'tariladi. Xo'p, Angliya mavsumiy ishchi vizasiga bo'lgan talablarni ham aytib o'tib ketaman. Bu talablar erkak va ayollar bemalol hujjat topshirishlari mumkin va ularning yoshi 22 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsalar, rus yoki ingliz tilini bilsalar hujjat topshirishlari mumkin. Ular asosan sudlanmagan bo'lishlari kerak. Sudlanganliklarning turi bilasiz, ikkita bosqichda bo'ladi. Bu birinchisi ma'muriy va jinoiy. Jinoiy sudlanganlarni albatta Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat topshirishlari mumkin emas, chunki Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat qabul qilayotgan ish beruvchilar ham afsuski albatta ularning hujjatlarini qabul qilishmaydi. Shuning uchun sizga aytib o'tildi, ma'lumotlar, ketish xarajatlari berib o'tildi. Bir narsani eslatib o'taman. Tashqi mehnat migratsiyasi hamda xususiy bandlik agentliklari ham Angliya mavsumiy ishchi vizasiga yuborishadi va yuborish to'lovlari 2 xil. Nima uchun? Chunki bittasi O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Xususiy bandlik agentligi esa xususiy bandlik agentligining boshlig'i tomonidan moliyalashtiriladi. Ya'ni xususiy bandlik agentliklariga siz hujjat topshirsangiz, to'lovlari ozgina balandroq ekanligini sababi ham shunda. Ya'ni sizni hujjatlaringizni ish beruvchiga yuborib, sizni hujjatlaringizni tarjima qilib, elchixonaga navbat olib berish xizmatlarini sizni o'zingizdan qoplatishadi. Ya'ni buni sizni o'zingiz to'laysiz va ular sizni hujjatlaringizni topshirib, hujjatlaringiz ustida ishlashlari uchun ularga salgina bo'lsa ham oshiqcha to'lov qilasiz. Davlat tomonidan esa mana shu to'lovni, ya'ni ular sizga xizmat ko'rsatish uchun beriladigan oylik maoshni buni O'zbekiston hukumatining o'zi to'laydi. O'rtadagi farq va ketish xarajatlari ham mana shunga taqaladi va xususiy bandlik agentliklari va tashqi mehnat migratsiyasi o'rtasidagi xarajatlar mana shunda sezilarli darajada farqlanadi. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Xususiy bandlik agentliklarining afzallik tarafi ham bor. Bu afzallik tarafi, ya'ni
til bilmasdan ham qaysidir davlatlarga, deylik Serbiya yoki boshqa davlatlarga mavsumiy yoki 1 yillik ishchi vizasini olish imkoniyatingiz bor va 20 yoshda ham ishga hujjat topshirsa bo'ladi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasiga esa aslo bunday emas. Ya'ni siz rus yoki ingliz, o'zbek tilidan boshqa tilni bilmasangiz, siz davlat tomonidan afsuski chet el davlatiga qonuniy shartnoma asosida ishga keta olmaysiz. O'rtadagi farq mana shunda. Xo'p, sizga bergan ma'lumotim tushunarli bo'ldi, yetarli bo'ldi deb o'ylayman Angliya bo'yicha. Hali ham siz Angliya mavsumiy ishchi vizasini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, mana shu video kommentariyasida ism, familiyangiz, yoshingiz, rus tili, ingliz tili, mana shu ikkita tildan bittasini bilasizmi yoki yo'q? Mana shuni yozib qoldirasiz va biz sizga qabul qachon boshlanishini va sizni hujjat topshirish imkoniyatingiz bormi yoki yo'qligini kommentariyada yozib, Telegram kanalimiz havolasini sizni kommentariyangizga jo'natib qo'yamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi video Finlandiya mavsumiy ishchi vizasi haqida, chunki hozirda mavsumiy ishchi vizalari bo'yicha Serbiya, Angliya, Finlandiya O'zbekiston fuqarolari uchun ilg'or mehnat birjasi. Xo'p, sizga ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.